Xo'p, bolalar, bugun Forex setillarida razgon qilamiz. Balansi 30 dollar bor. Broker eksingiz shu joydan bayga entry qilamiz. Jigarlar hamma kirib borayotgan zona signallar Telegram kanalida berib boriladi. O'tib olsanglar bo'laveradi. Bile 15 dollar sразу minus bu. Foyda bor. Kutamiz, prosta kutamiz. 35 yaxshi. 3 ta narx aytilgan joydan. Yana bitta 3 bersa, keyingisi yo'q. Yana qaytadan entry qilsa bo'ladi. 0.2 bilan shu joydan bitta ikkita dalilga qilib qo'yamiz. Prosta kutamiz jigarlar bu holatda. Bilet 27. Faqat kutamiz ekan. $50 foyda deyip yaxshi. 110. Bilet bitta chiqsa yopaman. $108 da yopildi jigarlar. Bu joydan endi biz yana re-entry qilib selga entry qilamiz 0.2 bilan. Shu yerdan prям o'qish kerak. $56 minusdan tushdim, bilet. Split toz $56. Davay, bitta impuls kerak selga. 15 foydani ko'rdik. 77 yaxshi. Ya'ni ozgina kutamiz, bola bu ham sraz yopiladi. Tak, davay, impuls kerak. Kattaroq. Bola narxi yana qaytib chiqib tushishi mumkin, shuning uchun shu joyda 91 da yopamiz. 82 da yopildi, $221 balans bor. Hozircha yaxshi. Jigarlar narx zonamizga keldi, shu joydan bayga entry qilsa bo'ladi. Qo'shilib olsa bo'ladi bayga. Qaytib berish kerak. $44. Böyle foyda ko'rmadim, ko'rdi foyda. Yaxshi 350, 500, 600. Zo'r joydan uchib berdi. Mana go'zal bo'ldi bu. 1000 bor. Uspet qilmadim bilet. Chiq 1000 ga bilet. 1100. Voy onasini emsin, kirdimmi mushti. Bolla bayda erta yopibmiz. Shu joydan yana selga entry qilamiz. Re-entry bo'ladi bu. Ko'proq entry qilishga bilan 200 minus bilan tushyapman, 286 bilan. Qaytib berish kerak orqaga. Ketdimi selga? $16 foyda ko'rdim. 700 bilan 700 sekund 700 ko'rsatyapti bu. 500 800 bor. Kutamiz. Yaxshi 1700 bor. Zo'r. 2500. 4000 ga ko'tarildi.